Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa, sarshilasiz opa. Actimate Kids mahsulotini farzandingizga olib bergan ekansiz. Hop, necha oy bo'ldi olib berganingizga? 2-3 oy bo'lib qoldi olib berganimga. Nima sababdan olib bergandingiz mahsulotni farzandingizga? Bu o'zi 7 yosh bo'lsa ham, yoshiga nisbatan bo'yi past edi. Keyin ovqatni ham juda yaxshi yemasdi, qiyin edi ovqatlanishi, buni ovqatlantirish. Keyin shu hamma bolalarda bordi, gijjasi bor deb o'ylab, doktorlarga olib borib yurdim, gijja bor degan tashxis qo'yishdi rostdan ham. Undan keyin men shu mahsulotni olganimdan keyin boshqa doktorlarga borganimda parhez qilasiz, klizma qilasiz, shunaqa gaplar aytishgandi. Yo, bunga men shu mahsulotni olganimdan keyin hech qanaqa ovoragarchiliklarsiz, men doktorga qatnamasdan, bunaqa deb qiynab parhez qilmasdan, ko'zimning yonida oson usulda yaxshi samara berdi. Bo'yi ham 2-3 oyga oldingiga nisbatan ancha mana o'sib, o'zi ham aktiv nimaga o'tganda, kayfiyati bo'lmay, tishini gichirdatardi. Hozir unaqa emas, Xudoga shukr. Shu mahsulotdan keyin ancha samara ko'rdik. Olinglar, tavsiya qilamiz.